Bugün Olimp kafeda yana bir ovqatimizni yoritib beramiz. Tovuq sho'rva. Namında bulyonu, namında tovuqun o'zi, tovuqni ulluligina bir e'tibor beramiz. Bu bir odamlik porsiya. Acı burchi, yanında avashnoy asortilari bilan, keyin albatta limon choy yeb ko'ramiz. Dahshat. Tarifga til ojiz deymi? Issiqqina bulyon, bu sabzavotlarini, tovuqni mazasi chiqib ketgan dim ko'p qaynagan menimcha bu. Tovuqun ulluligina qaranglamaydi. Bir adam doyamı shuna? Menimcha 2 adam ham sobodin doyadi buna. Ta'mini gap bo'lishi mumkin emas. Dahshat. Shunday salqin kunlarda, grip sezonda, immunitet pasayadigan vaqtda, yana shunday bulyonlar, tovuq, yanında yana bu burchi, limon choyi, avashnoylari bilan immunitetingizni ko'tarish uchun eng zo'r yechim bo'ladi. Agar yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz bemor bo'lib qolgan bo'lsa, ularni izindan ko'rmakka borganingizda 1177 ga zakaz etib, tovuq sho'rva, tovuqi, yanında burchlari bilan olib borsangiz, bemor yotgan yaqiningizni ko'nglini ham, immunitetini ham ko'tarishina sababchi bo'lasiz. 1177 ga telefon etib zakaz eting, hammangizni Olimp kafeda kutib qolamiz.